Olmurod. Bo'ladi. Shahardan jiyanim keldi. Yaxshi. Bor boshingga ko'tar. Tog'a balki kerak emasdir. Tushsin dada. Biz bitta gapiramiz. Boshi ko'taramiz dedikmi? Ko'tar boshingni. Mana bugun jiyanimning oyog'ini tagiga qo'y so'yaman. Rahmat tog'a. Ertaga xo'roz so'yaman. Rahmat. Inning bir kurka so'yib tashlayman. Rahmat. Nima qilamiz dada? Ungacha ketar. A? Tuya so'yamiz deyman jiyanim. Tog'a, men qayerga uxlayman? Jiyanim turayotgan. Mana shu 7 ta xona saniki. Xohla 1 soatdan 7 soat uxlagan shu 7 ta xonaga. Vaqqa uxlayman. Tog'a, men qaytib shaharga borsangiz ham mehmon qilaman. O'zi yaqinga shaharga boramiz. Jiyanjon, biza mehmonga keldik. Marhamat. Jiyan, bu kvartirami yo kazarmami? E'tibor bermaysiz tog'a. Kvartirang uncha kichkina jiyan. Zato bag'rimiz keng tog'a. Bag'rini keng qilgancha kvartirani katta qilsang bo'lmaydimi? Zavxonani ko'rsat. Xolasiz mana bu xonaga o'g'lim turadi. O'g'lim bilan tursangizlar bo'ladi. Keyin men ukam turadi. Ukam bilan tursangizlar ham bo'ladi. Ukang ham kelgan. Ha, mana bu xonam spalni. Keliningiz bilan turamiz endi. Ha, mayli, bu xonaga turmaymiz. Bitta hojatxona aytibchilar. O'g'lim kirgan. Chiqyapsanmi? Bunaqa beringlar. Toshkentdan bizlar do'yiga borsa bular hurmat qilganimizdan yelkamizni ko'taramiz. Bular ham boshiga ko'tarar ekan, faqat joy yo'qligidan ko'tarar ekan. Biron joy topib yotishga ketdik. Tog'a, balkonga joy bor xolasiz. Ko'tar balkoningni. Ya! Odamzod mana shunaqa joylarga kelsa, odamligini his qiladi-ye. Mana sharoitu. Xolmurod, nima qilyapsan? Cho'milonman. Kiyim yechib cho'miladi-da. Men seni ko'raman-ku o'zi. Yo'pra. Bu ujunchalarni qara, Xolmurod. Bu yerni saunasini qara, basenchalarini qara, restoranini qara. Bu safar Toshkentga kelganga jiyanlikka emas, to'g'ri grandior mehmonxonasiga kelamiz. Toshkentga qolish uchun emas, ko'rib qaytish uchun kelish kerak ekan, jo'rajon.